Hayat, iman ve cihad alnımızın yazısı. Hayat, iman ve cihad alnımızın yazısı. Masalan hozir hijrat qilmoqchi bo'libdi. Shuning uchun qamoq olish kerak endi. Hijrat qilmoqchiligiga nima dalil ekan desang, nashida eshitibdi. Jihad qilmoqchi bo'libdi, jihad qilishni istabdi. Qilibdimi yo'q, qilmagan, aniq qilmagan. Umrida qurol ushlab ko'rmagan qo'liga. Endi shuning uchun 20 yil qamoq olish kerak. Nimaga? Chunki iroda, istabdi. Davlat to'ntarish qilmoqchi bo'libdi. Qilibdimi? Yo'q, qila olmaydi ham. Nimaga? Iroda qilibdi. Ana bu zolimlarning odati. Irodasi bilan insonni unga jazo berishga shoshilishadi. Shariatda inson irodasiga qarab jazolanmaydi. Masalan, bir odam zino qilmoqchi bo'libdi deb olib kelib toshbo'roq o'ldirib yuborilmaydi. Qilganlarni ham qanchasini yopdi qilib olishga harakat qilinadi. O'g'irlik qilmoqchi bo'libdi deb olib kelib qo'lini kesib tashlanmaydi. Odam o'ldirmoqchi bo'libdi deb olib kelib uni o'ldirib yuborilmaydi. Balki agar inson irodasi qat'iy qarorga aylanmasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh ummatimni nafsidagi gapirgan irodalarini kechib yubordi, modam uni gapirmasa yoki uni qilmasa deganlar. Qarang kim zolim, qarang kim shafqatsiz. Odamlarning irodasi bilan odamlarga jazo o'qib o'raydiganlar shafqatsiz zolimlar. Qamoq aslida yaxshi ish emas. Qamoq alamlik azob bilan teng narsa ekan. Shuning uchun yom-yon keltirilyapti. Qamoq va u bilan tahdid qilish aslida ahli botil odati. Ya'ni islomda aslida qamoq jazosi yo'q. Islomda qamoq bor, lekin u vaqtinchalik hukm o'qilingunga qadar beriladigan jazo va bir muddat qamoq jazosi. O'g'irlik qilsa ham qamoq, odam o'ldirsa ham qamoq, zino qilsa ham qamoq, nima qilsa ham qamoq emas islomda. Islomda hamma jinoyatga o'ziga munosib jazo bor. Ammo qachon bo'lsa qamoq bu ahli botil odat. Nima qilsa qamoq, nashida ishsa ham qamoq, qilmoqchi bo'lsa ham qamoq. Ahli botil odat ana shunaqa bo'lar ekan. Birdaniga shu tilinchiga qamash degan gap kelib turadi. Firavunlardan qolgan illat bu. Mana Firavundan keltirilgan Qur'onda Alloh aytgan, Firavun Musa alayhisolamga qarab aytdiki, "La'ja'alnaka minal masjudin." Men seni masjunlardan qilaman degan. Mahbus ya'ni qamoqqa tiqaman degan. Qisqasi shu qamoq faqat Qur'onda Misrda kelgan. Hargacha qamoq shu Misrga borgan odam qamaladi. Qamalmay Misrdan qaytgan odamlar bo'lishi mumkindir, lekin aksar odam qarasang Misrga borsa qamaladi. Shu Qur'onda ham shuning uchun qamoq shu Misr haqida kelgan faqat. Bir Yusuf alayhisalom qissasida, bir mana Firavun qissasida. Hozir ham mana shularda qoni tomirida oqayotganlar bor. O'zlari ham aytayapti, Salbani ham qamadik olib borib deyapti. Podshohlar chiqib aytayapti shu gapni. Ko'ryapsizmi? O'zi tilidan tan olib aytayaptiki, demak shu firavunlarda illati bor bulardan. Çıkarırken katına çağırsın ardımızdan, ey şehit, ey şehit. Allah için bir mermi çıkarırken katına çağırsın ardımızdan, ey şehit. Endi bu ayol birdan jazoga o'tib ketdi, qarang. Jazosi nima? Xuddiki Yusuf alayhisalom qilgan shu ishni, endi shu masala faqat jazo berishga qarab qopti, birdan jazoga o'tib ketyapti, qarang. Kim qildi hali bu ishni o'zi? Unga qaragan yo'q. Va qilgan deyilgan farazan. Bu xotinga kim huquq berdi jazoni hal qilishlikni? Qamoqmi, daralashmi? O'sha hukmni o'qib o'ryapti. Mana shundan 417-foydadan olamiz. Qo'rqoq avval mush ko'tarar ekan. Qarasang, ana shu zolimlarda, fosiqalarda ana shunaqangi illat bor. Hali men bundan hisobimni olaman deydi. U odam nima qildi o'zi hisobingni oladigan birinchidan. Ikkinchidan nimadir qildi ham deylik farazan. Senga qolganmi jazo berish endi unga? Sen kimsan? Qozimisan sen? Xalifamisan? Hokimmisan sen? Jazo berishlikni sen hal qilasan? Hukmi nima deysan? Bu o'sha tinglovchilarni o'sha odamga nisbatan jinoyatchi tasavvur ularda hosil qilishga urinish deyiladi. Ya'ni, masalan, bir odamni ayblamoqchimi, qarang. Bu shunaqangi mana shu xotinning tipidagi insonlarda shunaqangi illat bor-da. Bir odamni ayblab o'zini oppoq qilib chiqmoqchimi, uni o'zi aybdormi, yo'qmi degan gapga to'xtalmaydi. U xuddiki 100% aybdordek, bu go'yoki hal bo'lgan ish aybdorligi. Endi ish nimada qolgan? Faqat nima jazo berish kerak unga. Shunda qarab qolganda hukm. Ana shunaqa qilib gapirishadi. Qarabsanki, tinglovchi odamlarda o'z-o'zidan shunda qanoat hosil bo'lib qoladi. Ha, bo'ldi, bu o'zi bu odamning aybdorligi aniq ekan. U o'zi musallam deydi, ya'ni taslim bo'lingan ish ekan. Masalan, nimada qopti faqat endi o'sha aybiga nima jazo berish kerak. Ana shunda qopti go'yoki masalan. Buni biz tijoratda ham qo'llaydiganlar bor, aytamiz-ku. Masalan,
Bozorga kirsang, hiylakor tojirlar aytadi, oldinga 2-3 tovarni qo'yib, qaysi birini olasiz deydi. Go'yoki sen olishing shartdek. Ana shunda sen miyang aylanib, o'zi olishing kerak emas narsani ham olib qo'yasan. Nimaga men olishim kerak o'zi to'xta degan savolni bermaysan. Sen shunday psixologiyang bilan o'ynaydiki, sen nimaga men o'zi olishim kerak degan savol bermay, o'zingga kerak emas narsada o'sha yerda qaysi birini olasiz deb oldingda bidir-bidir qilib 3-4 ta narsani qo'yib tashlagandan keyin bittasini olib qo'yasan. Olganingni bilmay qolasan. Odamlarni obro'sini to'kaydiganlar ham mana shunaqa uslubdan foydalanadi deyapman. Chiqib bu odamga nima jazo beramiz? Mana deydi. Nimaga o'zi jazo berishing kerak? Hali nima ish qildi bu odam jazo beradigan? Qarabsanki odamlar keyin uni surishtirmay ham qo'yadi hattoki. Bo'ldi, o'zi jazo berish kerak. Nima qilamiz? Mana uni jazo beramiz yoki mana uni jazo beramiz deb o'zi jazoga o'tib ketgan. Ana shuning uchun birinchi o'rinda jazoga o'tishdan oldin jazoga haqlilikni aniqlash kerak. Hozir odamlar aytadi-ku, sen shuncha odam o'lib ketdi, qanday javob berasan deydi. Birinchidan javob beradigan ish qildikmi? Isbotla. Kimni nohaq o'ldirdik yoki kimni nohaq o'limiga sabab bo'ldik? Nohaq shu joyga e'tibor bering. Unga qaramaydi. Go'yoki siz qotilsiz, odam o'ldirgansiz yoki boshqa bir gunoh qilgansiz, u aniq. Masalan, nimada qolgan? O'shani nima qilib jazosini berish, javobini berish. Ba'zilar aytadi, xun to'lash kerakmish biz. Xuddiki bir odam o'ldirgandek. Mana shunaqangi bu zolim posiqlarning uslublarida bu. Bir odamni hali o'zi qildimi, qilmadimi, uni surib qo'yib chetga aniq qildidek jazo berishga o'tib ketishadi. Ana shuning uchun xotinni ham qo'lqoq olib ko'tarib birinchida jazodan gapni boshlashini qarang mana. Qolatma jazo. U dediki, xotin jazosi nima? Ha, nima qildi o'zi jazo beradigan gap yo'q hali. Endi nimaga bunaqangi peshkillik soldi bu xotin desang, birinchidan o'zidan oqlash uchun dedik. Ikkinchidan Yusuf alayhisalomga tahdid bo'lgan bu. Sen agar men aytganimni qilmasang, ana shunaqa seni obro'yini to'kib tashlayman degandek tahdid qilyapti ya'ni. Uchinchidan Yusuf alayhisalomni ana u xoja yaxshi ko'rgan va Yusuf alayhisalomning pok yigitligini bilgan. U xotin o'ylaganki, Yusufga mendan ko'ra ko'proq ishonadi. Shuning uchun birinchi bo'lib meni aybdor qilib olishim kerak. Aks holda menga ishonmay qo'yadi deb, shuning uchun birinchi bo'lib Yusuf alayhisalomni aybdor qilib olishga harakat qilyapti. Keyin yana bir nuqtaga e'tibor bering. Ma jazau man aroda bi ahlika su. Sening ahlingga yomonlikni iroda qilgan kishining jazosi. Ayol shu yerda o'zi tan oldi, Yusuf alayhisalom hali hech narsa qilmagan, bor yo'g'i aroda. Ayol o'zi tan olyapti, iroda qilgan. Demak, u ayol ham hali hech ish qilmadi, Yusuf alayhisalom ham hech ish qilmagan. Ayolda o'zi tan olyaptiki, bor yo'g'i iroda qildi. Uni aytishi bo'yicha ham ya'ni. Asl iroda ham o'qigan Yusuf alayhisalom emas. Mana shundan 418-foyda chiqadi. Insonni qilmagan ishi bilan qilmoqchi edi deb irodasi bilan jazo berish bu zolimlarda odat ekan qadimdan. Posiqlarda odat ekan. Posiqalarda odat ekan. Masalan, hozir hijrat qilmoqchi bo'libdi. Ana shuning uchun qamoq olish kerak endi. Hijrat qilmoqchiligiga nima dalil ekan desang, nashida eshitibdi. Jihad qilmoqchi bo'libdi, jihad qilishni istabdi. Qilibdimi yo'q, qilmagan, aniq qilmagan. Qo'lda qurol, umrida qurol ushlab ko'rmagan qo'liga. Endi shuning uchun 20 yil qamoq olish kerak. Nimaga? Chunki aroda istabdi. Davlat to'ntarish qilmoqchi bo'libdi. Qilibdimi? Yo'q, qila olmaydi ham. Nimaga? Iroda qilibdi. Ana bu zolimlarning odati. Irodasi bilan insonni unga jazo berishga shoshilishadi. Shariatda inson irodasiga qarab jazolanmaydi. Masalan, bir odam zino qilmoqchi bo'libdi deb olib toshbo'roq o'ldirib yuborilmaydi. Qilganlardan ham qanchasini yopib qo'yishga harakat qilinadi. O'g'irlik qilmoqchi bo'libdi deb olib kelib qo'lini kesib tashlanmaydi. Odam o'ldirmoqchi bo'libdi deb olib kelib uni o'ldirib yuborilavermaydi. Balki agar inson irodasi qat'iy qarorga aylanmasa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Innalloha tajawaza li ummati ma hattasat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ya'malu bi. Ma lam yatakallam aw ya'malu bi." Alloh ummatimni nafsidagi gapirgan irodalarini kechib yubordi, modam uni gapirmasa yoki uni qilmasa deganlar. Qarang kim zolim, qarang kim shafqatsiz. Odamlar irodasi bilan odamlarga jazo o'qib yuboradiganlar shafqatsiz zolimlar. Keyin yana bir nuqtaga e'tibor bering. Yusuf alayhisalom man bo'lib qoldilar. Man degani bitta kishi, bitta odam degani. Sening ahlingga yomonlikni iroda qilgan kimsani, kishini jazosi nima? O'zimizda aytadi, mushuk quyruqqa yetmagandan keyin unga qarab sassiqdirmish. Ana bu ham o'sha zolim, zolima, fosiq, fosiqalardagi bir odat. Bir narsaga yetkincha boshga ko'taradi, dunyodagi bitta odamga aylantiradi-da, yetolmasga hamma yoqni yomonlab yuradi. Yetolmaydi chunki. Ana hozir Yusuf alayhisalom shunaqa emish, bir kimsa bo'lib qoptilar endi. Hozir o'zi qo'lab yuradi. Endi bir kimsa bo'lib qopti. Man o'zi shundoq ham shu paytdan keyin ham shu yalinib yuradi o'zi bu xotin.
Shuning uchun keyingi oyatlarda keladi, men aytganimni qilmasa qamataman deb yuribdi o'zi. Lekin yetolmayapti. Yetolmagandan keyin aramidan ana shunaqa obro' to'kishga o'tadi. O'zimizda mana anovi, manovi, u, bu deb gapirish uslublari hammasi mana shundan. Kibr, hasad insonda ana shunaqangi bir shaxsga yetolmagandan, uni darajasiga yetolmagandan uni pisand qilmay gapirishlikni keltirib chiqaradi insonda. Keyin aytdiki, sening ahlingga yomonlik istagan. Yomonlikdan maqsad bu yerda bir tafsirda uni zo'rlashni istagan deb aytayapti. Bir tafsirda uni urmoqchi bo'lgan. Yusuf alayhisalom go'yoki uni urmoqchi bo'lganmish, ya'ni. Ana shuni yomonlik deyapti. Bu yomonlik, ya'ni umumiy bu. Shuning uchun uni jazosini nima emish? Yo qamalishi yoki alamlik azob chekish kerak ekan. Endi mana shu yerda qamoqni alamlik azob bilan yonma-yon kelganini qarang. Bu nimani bildiradi? Qamoq aslida yaxshi ish emas. Mana shu 422-foyda. Qamoq alamlik azob bilan teng narsa ekan. Shuning uchun yonma-yon keltirilyapti. Qamoq va u bilan tahdid qilish aslida ahli botil odati. Kimdir chiqadi, ha, Umar roziyallohu anhu ham qamoqxona qilgan, men sizga aslida deyapman. Ya'ni islomda aslida qamoq jazosi yo'q. Islomda qamoq bor, lekin u vaqtinchalik hukm o'qilingunga qadar beriladigan jazo va bir muddat qamoq jazosi. O'g'rilik qilsa ham qamoq, odam o'ldirsa ham qamoq, zino qilsa ham qamoq, nima qilsa ham qamoq emas islomda. Islomda hamma jinoyatga o'ziga munosib jazo bor. Ammo qachon bo'lsa qamoq bu ahli botil odat. Nima qilsa qamoq, nashida ishsa ham qamoq, qilmoqchi bo'lsa ham qamoq. Ahli botil odat ana shunaqa bo'lar ekan. Birdaniga shu tilinchiga qamash degan gap kelib turadi. Firavnlardan qolgan illat bu. Mana Firavndan keltirilgan Qur'onda Alloh aytgan, Firavn Musa alayhisolamga qarab aytdiki, la ja'alnakum minal masjudin. Men seni masjunlardan qilaman degan. Mahbus, ya'ni qamoqqa tiqaman degan. Bu yerda ham xotin shu Firavnlardan oldin bo'lgan Misr podshohlari ana shunaqa. Qisqasi shu qamoq faqat Qur'onda Misrda kelgan. Hargacha qamoq shu Misrga borgan odam qamaladi. Alloh rahim qilib, endi rahim qilib deganimiz ham qanday? Ba'zan Alloh rahim qilmaganligidan ham bo'lishi mumkin. Qamalmay Misrdan qaytgan odamlar bo'lishi mumkindir, lekin aksar odam qarasang Misrga borsa qamaladi. Shu Qur'onda ham shuning uchun qamoq shu Misr haqida kelgan faqat. Bir Yusuf alayhisalom qissasida, bir mana Firavn qissasida. Maqsad nimaga bo'lsa qamab urish odamlarning bu zolimlarning odati ekan bu. Hozir ham mana shularning qoni tomirida oqayotganlar bor. O'zlari ham aytayapti, Salbani ham qamadik olib borib deyapti. Podshohlar chiqib aytayapti shu gapni. Ko'ryapsizmi? O'zi tilidan tan olib aytayaptiki, demak shu Firavnlarda illati bor bulardan. Mana keyin inson birovni qamashi, har narsada til uchiga qamash kelib turaverishligi o'zining jinoyatchiligidan ekan qarang. O'zining jinoyatini berkitishga harakat qilishligidan ekan. Ana shuning uchun Stalvani ham olib qamaveradi. Mana bu yerda ham bu xotin hozir nima uchun tiliga birdan qamoq kelyapti? O'zining jinoyatini yashirish kerak-da. O'zi qilarishni qilib qo'ygan. Ana shuning uchun endi yopti qilib qamab olish kerak Yusuf alayhisalomni. Hozir ham xuddi shu gap. Mana ko'cha bolalarini olib borib qamab tashlashdi hammasi nima uchun? O'zlarining jinoyatlarini yashirish uchun-da. Ular o'zi tergovda ham aytdi-ku. Bizga o'zlari buyruq qilgandi bu ishlarni qilishlikni dedi. Lekin endi o'sha jinoyatlarni yopish kerak, shuning uchun qamab olinadi. Poraxo'rlarni olib borib qamab olishadi ba'zan nima uchun? O'zlarining jinoyatlarini yashirishlik uchun. Shuning uchun bilingki, qamoq bilan tahdid qilayotganlar jamiyat ichida jinoyat kamayishini istayotganlar emas bular. Bular o'zlarining jinoyatlarini bekitishni istayotganlar. Jamiyat ichida jinoyat kamayishini istaydiganlar shariat bilan jazo beradi. O'g'ri bo'lsa qo'lini kesadi. Zinokor bo'lsa daralaydi, toshbo'ron qiladi yoki qotil bo'lsa o'ldiradi. Mayda bezorlik bo'lsa o'ziga yarasha jazosini beradi. Shariatda bu narsada belgilangan. Ba'zan moliyaviy jazo bor, ma'muriy javobgarlik degandek. Ba'zan jismoniy jazo bor, ba'zan surgun jazosi bor va hokazo. Ammo Stalbani ham qabul qamab urish bu mana shu Firavnlar, mana shunaqangi shantajchi xotinlarning odati bu. Endi qamoq yoki alamlik azob. Alamlik azob nima edi u? Ba'zi aytganki darralash, kaltaklash ya'ni. Ba'zi aytganki bu a'zolarni kesish degan. Lekin Yusuf alayhisalomga qilishgani kaltaklashgan deyilgan va qamoqqa tiqishgan va kaltaklashgan. Ikkisini ham qilishgan ya'ni. O'zi qamoqda o'zi ham bir jazo, kaltaklash endi o'ziga ustak bir jazo. Ana shu qul yugurdakligi ham insonning o'zi zolimligidan ekan qarang. Shu birdaniga qama, birdaniga alamlik azob darralab ur, kaltaklab dubinka bilan, ana bu ham shu zolimlarning odatlaridan. Endi qarang, nima uchun bu ayol o'zi jazoni belgilab beryapti, xuddiki qozidek er o'tiribdi mayda. Indamay eshitib. Bu shu hukmni o'qiyapti o'tirib olib xotin. Shundan ham bilinadiki, o'zi boshqaruv xotinning qo'lida mana. Nimaga xo'p bu xotin shu ikkita jazonigina belgilab berdi? Yo qamoq yoki alamlik azob. Chunki
uni nafsi baribir Yusuf alayhissalomni istaydi hali. U o'ylaganki, o'zi hozir jazoni belgilab bermasa, agar eriga qo'yib bersa, eri masalan Yusuf alayhissalom surgun qilib yuborishi mumkin. Yoki olib chiqib sotib yuborishligi mumkin boshqa birovga. Yoki o'ldirishligi mumkin. Bu endi uzoq ehtimol. Agar sotib yuborsa boshqa joyga, surgun qilib yuborsa, bu ayol keyin yetolmay qoladi Yusuf alayhissalomga. U hali ham istagi bor uni. Shuning uchun keyingi oyatlarda keladi, hali ham qilmasa qilmayman deb yurgan. Ana shuning uchun o'zi avvaldan yonida qoldiradigan jazoni eriga taklif qilyapti bu. Toki erini uzoqqa sotib olmasin yoki uni birovga berib olmasin. Ana shundan ham o'sha erkakni qanaqangi darajada xotinning oldida zaif bo'lganini bilasiz. Xotin shu darajada makkorki, erini boshqaryapti qarang bu. Hatto qanaqa jazo berishdi ham. Xotin o'zi belgilab beryapti, qanaqa jazo berish kerakligini. Erkak odam mana shunaqa bo'lmasligi kerak. Uyda og'zi ochilib, xotinni boshqaruvga qo'yib bermaydi. Xotin u o'zini mazlumaga solib, bechoraga solibmi, o'zini kasalga solib oladi ba'zan, o'zini bechoraga solib oladi, yig'i-sig'i qilib, erining qarorlariga ta'sir qilishligiga erkak odam yo'l qo'ymasligi kerak. Endi xotin mana shu yerda ikkita jazo turibdi qarang. Okey, o'sha yo surgun qilib haydab yuborish yoki oldida olib qolib azob berish. O'shanda oldida olib qolib azob berishlikni tanladi, chunki hali ham umidi bor edi, Yusuf alayhissalom aytganini qilishligidan. U xotinning umidi bor. Uzoqqa ketib qolsa umid uziladi. Mana shundan 423-foydalana olamiz. Ba'zan yomonroq jazodan qutulish uchun yengilroq jazoni o'zing taklif qilishing kerak. Bu xotinning qilgan ishi bu yerda to'g'ri bo'lmadi, to'g'ri. Lekin shu narsani boshqa o'rinlarda ham qo'llaniladi. Masalan, qarang. Suhayb ar-Rumi radhiyallohu anhu mushriklar u kishini ortidan tushganda Makkadan hijrat qiladigan paytda oldlarida ikkita yo'l bor. Yo dinlari, jasadlariga zarar kelishi kerak, yo mollariga. Mollar qayerdaligini mushriklar bilmagan. Lekin o'zlari shunda u kishi mollar falon joyda, shuni olib ketinglar, daf bo'linglar deb, men tinch qo'yinglar deb dinlarini va jasadlarini olib qochganlar. Chunki din, jasad moldan muhim. Mol topiladi. Din, jasad topilmaydi. Ana shunda o'zlari mollarini qayerdaligini aytib taklif qildilarmi? Ana shu ahafu dararayn ikki zararning yengili deyiladi. Ya'ni sen ba'zan o'zing jazoni aytishing kerak, undan yomonroq jazo kelib qolmasligi uchun senga. Mana shu 423-foyda. Iloji yo'q masalan, u ikkisini ham istamaymiz, lekin nima qilaylik, bittasi bo'ladi. Mana shunday qilaveringlar menga deyish kerak. Bunday qilgandan ko'ra men nima bunday qilaylik deb o'zing taklif qilishing kerak qanaqa jazoni. Diningga yoki jasadingga zarar kelish kerak. Jasad ham topiladi, ertaga qiyomatda qayta tiriladi. Diningga zarar kelishligini ixtiyor qilma, jasadga zarar kelishini ixtiyor qilaver. Men Yusuf alayhissalom qamasanglar ham menga shu yaxshi deganlar. Dinga zarar kelmasa bo'ldi. La taj'al musibatana fi dinina. Musibatimizni dinimizda qilma deb duo qilamiz shuning uchun. Yoki molingga, jasadingga zarar kelishi kerak. Ha, mol jasaddan ham arzimas. Jasadga zarar kelmasin, molga zarar beraveringlar deb o'zing aytishing kerak. Muhimi, ba'zan inson jazoni o'zi taklif qilar ekan, undan yomonroq jazo kelib chiqmasligi uchun. Keyin sening aqlingga yomonlikni iroda qilganga jazo berish kerak deyapti-ku. Mana shundan 424-foydani olamiz. Garchi bu ayol tuhmat qilib aytayotgan bo'lsa-da, lekin ba'zan insonni aqliga yo'q nazar bilan qarayotganlar, yomonlik niyatda bo'lganlarga jazo berish kerak. Masalan, xotinlarga tegishli qilib yuribdi ba'zi bolalar. Hamma yoq o'tirib olib, o'tgan qaytgan ayol qizlarga gap otib yotishibdi. Mana bularga jazo berish kerak. Ba'zan tarbiya uchun qamashmi, ba'zan tarbiya uchun darralashmi, ulardan kaltaklashmi. Mana shuning uchun Qur'onda bir oyat bor. Vallati yatina fahishatan min nisaikum fasashhidu alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu famsikuhunna fil but hatta yatawaffahunna aw yaj'alullohu lahunna sabila. Ayollaringdan bir fahsh ishni qiladiganlar bo'lsa, ularga 4 ta odamni guvoh qilinglar-da, uylarga keyin qamanglar, toki Alloh ularni vafot ettirgunga qadar yoki boshqa bir yechim bergunga qadar degan. Valladan yatani minkum. Sizlardan qaysi erkaklar ikkitasi shuni qilayotgan bo'lsa, ularga ozor beringlar degan. Agar tavba qilib isloh bo'lishsa, yuz o'giringlar degan. Endi to'g'ri bu oyat nima haqida kelgan har xil tafsirlar bor. Lekin maqsad mana qarang, ozor beringlar degan shu yerda. Fahsh ishni qilganlarga ozor berish ba'zan joiz. U zinoga bormaydigan fahshlarda, ya'ni. Zinoga borganda o'zining jazosi bor. Ammo yuqorida oyatdan avvalda aytilgan uyda ushlanglar to Alloh jonini olgunga qadar degan narsalar bu islomning avvalida bo'lgan. Ya'ni ayol kishi bir fahsh qilsa, uyga qamash bo'lgan, uy qamog'i. Keyinchalik boshqa hukm joriy qilindi, yoki darralash yoki toshbo'ron qilish. Muhimi ba'zan mana aytmoqchiman, oyatdan ibrat baribir qoladi. Zinodan boshqa o'rinlarda, mayda fahshlarda yoki ba'zan uy qamog'i, ba'zan darralash erkaklarda mana shunaqa narsalar baribir bo'lar ekan. Endi mana shu yerda u ayol eridan o'zini
erini oldida oqlash uchun gapni olib qochdi qarang. Birdaniga jazosi nima? U bu deb yerni boshini aylantirib tashladi. Mana shundan 425-foydan olamiz. Inson ba'zan haq o'rinda, ba'zan botil o'rinda gapni olib qochib foydalanar ekan. Agar bu botilga bo'lsa yomon bu. Mana bu yerda xotinni shu qilgan ish botilga bo'ldi, bu yomon ish. Ya'ni muftinimi, qozinimi boshini aylantirib, bidir-bidir qilib gapni olib qochib, o'zini oqlab chiqish bu yomon. Ko'pincha advokatlar mana shu ishni qiladi, bu yomon narsa. Ammo haq o'rinda mana shunday qilish kerak inson. Ya'ni gapni olib qochishlikni bilish kerak. Gapni aylantirishni bilish kerak haq o'rinda. Masalan qarang. Oysha radhiyallohu anha bir marta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqasidan kuzatib yurganlar, rashk qilib, ya'ni boshqa ayollarnikiga ketadilar shekilli deb. Rasululloh holbuki qabristonga borib duo qilib kelganlar. Keyin Rasululloh buni sezib qolib uylariga qaytib, sen mening orqamdagi sharpa deb, meni kuzatib yuruvdingmi hali deb, Oysha onamizga tanbih tarzida ko'ksilariga bir itarib mush urib qo'yganlar. Keyin endi shu yerda Rasululloh ranjidilar Oysha onamiz uchun kuzatib yurgandan. Tabiiyki Oysha onamiz bu vaziyatdan chiqib ketib gapni burishga harakat qilganlar. Shuning uchun Oysha onamiz Rasulullohdan so'raganlar: "Ya Rasululloh, qabristonga borsak nima deb duo qilamiz?" Rasululloh keyin qabristonga borgandagi duoni aytganlar, shu bilan o'sha mavzu shunga qarab burilib ketgan. Ko'ryapsizmi demoqchiman? Ba'zan inson haq o'rinda deganimiz, ya'ni isloh uchun masalan xotin gapni burib ketishni bilish kerak. Masalan, xotin ba'zan chakaga o'chmay bir nimalar deb yotibdi. Rashk qilib boshqarib, nimadir deb gapni aylantirib boshqa joyga mavzuni burib yuboring. Bo'lmasam hozir chakaga o'chmaydi, o'shib qolasiz. Xotinlar ham xuddi shunday. Ering jag'i tinmasdan vaysab yotibdi bir nima deb. Nimadirdi, gapni burib yubor boshqa tomonga, ering qiziqqan bir narsa bo'ladi. Futboldanmi, bilmadan gapirib yubor, o'shanga qarab o'tib ketdi, o'shanga qarab shu bilan keyin ora bo'lib unutib yuboradi janjal to'polonni. Ana shu haq o'rinlarda gap burib ketishlikdan foydalanish deyiladi.